hozir bir nima deydi, tasavvur qilinglar, ayollar yer yuzida erkak zoti bo'lmasa. Ana. Shunaqa desam bitta onaxonimiz aytdiki, astag'firullah, astag'firullah, astag'firullah dedi. Erkaklar yo'q bo'lguncha sen yo'q bo'lib ketay dedi. Shpayt bitta ona ayolimiz o'rnidan shundoq turdi dedi, "Hey" dedi. "Pulni qayerdan olamiz?" dedi. Men aytdim, "Opa" dedim, "xavotir olmang" dedim. "Ilonlar bor joyda boylik bo'ladi" dedim. Shuncha tasavvur qilinglar, yer yuzida erkak zoti bo'lmasa, erkaklar xafa bo'lmanglar. Bu qoraymay o'lgur nima deyapti deb. Hammasi hazil. Shuding mazada ayollar uradigan odam yo'q. So'kadigan odam yo'q. Nimaga unga kulib qarading deydigan odam yo'q. Maza qilib yuramiz. Hey, hamma erkaklar qizil kitobga kiritilgan. Bir dona erkak qolgan, u ham urug'likka. Uni ham butun O'zbekistonni ayollar qidirib yuribdi. Ertalab duoga qo'l ochardimishda ayollar. Ey Xudo, bugun bitta ko'raylik. Uzoqdan soyasini bo'lsa bitta ko'raylik. Kech bo'lgan erkak yo'q. Fanarlar bilan qidirib yuribdi, mana shunday qilib. Oppo, qayerga qolib ketdik-a? Toshboshdaga tiqilib qoldimikin, a? Hey, ko'rmadinglarmi? Siz tog'ning nariyog'idagi ayollar yo'q, yo'q, yo'q deb ovoz berayotganmish, aks sado qilib. Hamma qidiravergandan keyin Namanganning ayollari charchab qoldi. Namanganning ayollar Anjanning ayollariga telefon qildi. Aba, ertapdan beri qidirib o'tdimiz, a? Ko'rmadinglarmi erkakni? Desa Anjanning ayollari jahli chiqib ketibdi-yu. Biz ashaqda deb mashaqda o'tiribmiz. Lekin qo'limga tushsa, enasini ushqirganini ko'rsataman. Iflosdi. Bizning Xorazmning ayollari Anjanning ayollariga telefon qilayotganimiz. Alo. Assalomu alaykum. Ha, biz yana qarab quvvarin erkakni. Kutaverib ko'zlarimiz do'r to'ldi. Biz o'rtada Samarqand bilan Buxoroning ayollari-ku. Ibi, nima qilyapti bular? Biz o'rtada ana unday qilib qolib ketaveramizmi? Xorazmning ayollariga qarab, "Menga qarang, apa. Erkak через biz orqali sizlarga o'tadi. Haymi. Bizdan qosa ko'rasizlar, tamom" debdi. Surxondaryo bilan Qashqadaryoning ayollarining kayfiyati no'limishda. Kitobni perivalda o'tirganimiz. Asfaltda. Mana shunday qilib. Shu erkakni ko'rmay o'tib ketamiz-o. Mana shu tog'lar xalaqit qilyapti-da. Desa, men bu yoqdagi Qoraqalpog'istonning ayollari aytayotganimiz. Iltimos, kserokopiyasini bo'lsa ham jo'natinglar. Desa Toshkent ayollari pinagini buzmasmishda. Bir qator bo'lib turib olgan. Qizlar kayfiyat tushirmanglar. Erkak aylanib bizaga keladi. Poytaxt bu, markaz dermish. Qarang, hamma ayollar quvlagandan keyin ushlab oladi, to'g'rimi? Ushlab olibdi erkakni. Ushlab olib har payshanba televizordan chiqarayotganimizda. Ayollarim televizorga mashina qarab turibdi. Ana chiqdi. Voy, o'lsin. Ozib ketibdi. Mana shu Anjanning ayollari yomon qo'rqitdi-da buni. Sahrni bo'lib qolgan bu. Keyin hali erkakni shishali idishda muzeyda saqlayotganimiz. Erkak ham shishaning ichida turibdi, mana shunday qilib.
tagiga yozilgan. Bu erkak zotining so'nggi nusxasi. Bu Samarqandning Omonqo'ton g'oridan topilgan. Mana hozir pul sarflab keldinglar, to'g'rimi konsertga? Kim boramiz erkakni ko'rgani? Ayollar kelgan, o'chirt katta. Buxoroni ayollar yana janjal qilayotganmish. Shuncha pul sarflab kelib, bitta ko'rmay ketaveramizmi? Bitta ko'raylik. Buxoro ayollari ichkariga kirib, shishadagi erkakni ko'rib, tashqariga chiqqandan keyin kayfiyat vobshin boshqacha-yu. Yurishlarim o'zgarib ketadi. Voy o'lsin. Bir erkak yaxshi. Kayfiyatlar ko'tarib yubordi-ey. Shuning uchun ayollar Payg'ambarimiz aytgan ekan, agar men ayollarga Allohdan boshqaga sig'inish kerak bo'lganda, erlaringga sig'ininglar deb aytgan bo'lardim degan ekan. Yaxshilik qiling, 5 vaqt namoz o'qing-ku, eringizni rozi rizoligini olmasangiz, jannatning darvozasini tagiga yaqinlashmas ekansiz.